Assalomu alaykum, qadrli obunachilarimiz. Mana navbatdagi issiqxonamiz ham bitdi. Manzilimizga keladigan bo'lsamiz, Quyuchirchiq tumani qurganmiz. Bundan 1 yil oldin qurib ketganmiz. Noyabr oyida deydi 2 qavatli qilib qurganmiz. YouTube kanalimizga joylaganmiz buni. Quyuchirchiqda 2 qavatli issiqxonamiz. Bu yerda mana o'sha paytda akamiz Dilmurod aka Xudo xolasa keyingi yilga qurib bersak edi. Mana bu yil mana 25-yil may oyida qurib bitdi. Mana bitti. Xudo xolasa buni salafanini Xudo xolasa avgust oyiga kelib salafanini yopib beramiz. Ungacha ichilarini tozalab turib, strashga atapleniyalarni to'g'rilab qo'ysalar, biz Xudo xolasa kelib salafanini yopib beramiz. Hozir mana ichidagi o'sha 2 qavatli o'tgan yili qurib bergan issiqxonamizda o'zi bolgarskiy ekishgan ekan. Bolgarskiydan o'zi qo'ldan kelgancha syomka qilib sizlarga taqdim etamiz. Yo'qsa like bosib, obuna bo'lib qo'ysa kanalimizga. Mana ko'rishingiz mumkin bu yerga o'tgan yili noyabr oyidami aka? Yanvarda. Bitgani noyabr oyi. Noyabrda qurib berganmiz bu issiqxonamizni, o'sha ustoto'g'li issiqxona, mana bolgarskiy ekilgan. Bolgarskiyamiz necha qator tushdi Dilmurod aka? 5 qator, 10 ta 5 ta agat 10 ta qator tushdi. 10 ta qator 5 ta. Necha mingta ko'chat ketdi aka? 1100 ta ko'chat ketdi. 1100 ta. Buni atapleniyasi bor hozir, ana ataplen. Bitta qatorning ichida atapleniyasi bor. Ha, tagida atapleniyasi bor. Har bitta qator. Mana ko'rishingiz. Mana o'rtasida ko'rishingiz mumkin. Nechlik aka buni atapleniyasi trubasi? Bular 40 lik qo'yganmiz. Yondagilar hammasi 50 lik ketgan. Ha, yonda bir qatordan 50 lik, har bitta mana 5 qator 40 lik. 5 qator 40 lik. Necha pulligida pishib chiqdi aka endi bu bolgarskiylarimiz bozorga? Sal kech qolib ketdi, endi ozgina xatolarimiz bo'ldi. Birinchi yil ekkanimizda 50 minglik paytiga ilindik. Ha, 50 minglik paytda olib chiqdingiz. 50 minglik paytda olib chiqdik. Ozgina xatoliklarga yo'l qo'ydik. Endi yaxshi qildi. 50 ming, hozir endi 10 mingdan toshiryapmiz. 50 ming boshida ilindik, yaxshi o'xshaydi. Qaysi oy ekkasi bu bolgarskiylar? Yanvarda 10 yo 15larda endi daftarda yozgan. Ha, 10-15da ekkasiz mana martda pishdimi yo apreldami bular? Martda aprellarga borib pishdi adashmasam. Aprelga pishdimi? Ha, endi biz hozir mana to'plar bilan olishib, bu tomonga ko'p e'tibor bermadik, shuning uchun hozir esda yo'q qaysi. Qaysi oy pishgan, ha. Ammo hozirli ser hozirga bu chetnikida? Ya bu jipsi, ha. Yani chetda. Bilmem chetniki bo'lsa kerak, o'zimizniki emas. Surishtirmadik endi bu to'plarga bolgarskiy o'sha yaxshi deganiga olib kelib yubordik. Mana ko'rishingiz bo'lsa bu pust parashidan ekan. Xudo xolasa bu yerga Xudo xolasa bu yil stilaj qilib qulupdan ekamiz. Xudo xolasa stilaj qilib. Sizni qurgan panniklaringiz hammasiga stilaj qilib. Stina. Pannikimiz ham Xudo xolasa muammolar bo'lmaydi, aka, kamchiliklar. Yaxshimi aka? Parnikdan vashi qishi bilan bu yil qanday sovuqlar bo'ldi? 8-14 gradus, 18 gradus sovuqlar bo'ldi. Qishda zo'r turib berdi. Atapleniyalarda o'shanda yoqdingiz. Ha, atapleniyalar shu yondi. Mana ikkinchi qavatda ham effekti bo'ldimi aka? Ha, o'zi bu ikkinchi qavat bo'lgani uchun bu issiqxona zo'r turdi-da. Bu ikkinchi qavat bo'lgani uchun yaxshi zo'r effekt bo'ldi. Mana shu ikkinchi qavatimiz o'rtacha bir 5 gradus issiqlikni saqlab sovuqdan farqi bormi misolda? Bir qavatli bilan 2 qavatli. Bu 5 gradusdan juda 5 gradusdan ko'p farq beradi. Bir qavat bo'lsa buning ichini 18-20 gradus ushlay olmaysiz. 5 gradusdan ko'p raznica beradi. U 1000 yoqqaningiz bilan ham 18-20 gradus ushlay olmaysiz agar bu bir qavat bo'ladigan bo'lsa. Ikkinchi qavatda mana mexanizmli qilingani nimasi yaxshi? Bahorda rosa foyda beradi. Issiq kerak, salqin kerak paytda ochasiz. Hozir mana almashish tizimi zo'r. Hozir buni kunduziga ochib qo'ydikasiz. Ha, kunduzi ochib qo'ydik endi. Yoz paytida ochiq turadi. Ha, yoz payti endi ochiq turyapti. Setka tortamiz deb endi tortib boramiz. Necha kilodan terim bo'ladi o'rtacha mana shu bolgarskiylardan aka? Endi boshlashida salqin paytlarda salqinroq bo'ldi. Endi hozir endi 40 kilo, 50 kilo. 40 kilo, 50 kilodan terim bor hozir kunda. Yomon emas aka, ser hosil aka. Birinchi yil bo'lganiga xatolarimiz ko'p bo'ldi endi shuni. Nima misol xato ish bo'ldi misol? Ko'pchilik yangi ish boshladiganlarga misol uchun o'sha xatoni takrorlamaslik uchun Ko'chatlarimiz boshida ekilgan paytda issiqga e'tibor bermayapmiz, qulupnay bilan olishib
qotib qoldi ko'chatlar sovuq. Ha, sovuqda. Salqinda turib qoldi-da. Ha. O'sha juda katta pand berdi bosh. Stressga tushib qolgan. Stresga tushgan deganda emas, kerakli issiqni bermaganmizda. Qulpunaga unaqa issiq shart emas edi. Bularga issiq kerak. Ya, katoli bitadi, ha. Katoli bitta bo'lib qolganda buni. Ha. Shunga alohida har bitta issiqxonaga alohida. Yo'q, har bittaga emas, bu 5 sotikka bitta, bu 5 sotikka bitta. Alohida ikkita katel qo'yamizda. O'sha ozgina qiynagani uchun o'shanaqa narsa bo'lib qoldi. Bolgarskiy issiq talab qildi, qulpuna unaqa issiq shart emas bo'lgani uchun o'sha bilan sal kech qolib ketdi. Orada ko'chatlar ozgina rivojlanmoq. Qilib olish juda qiyin bo'ldi, olib ketishi. Keyin shu bilan yo'q, yaxshi. Oldin kelgan haqiqatda ko'chatlaringiz bir rivojlanmaganda, martda ko'rishganmidi, aprelda-midi? Ha, bir anaqa keluvdi-yu orada. Orada. Qotib, qiynalib shunaqa bir turuvdi. Arjob ketishirasa qiyin bo'ldi. Hozir mana ko'z tegmasa, umuman ancha rivojlanib ketibdi. Yaxshi hozir hosillar. Xudo xolisa endi qulupnay bo'lsa, hammasi o'sha bitta katta o'zi yetadi. Bir xil temperaturada ushlasa bo'ladi. Endi unisi issiqroq, unisi sovuqroq qilib. O'zingizda xabaringiz bor, katyoldan ancha qiynaldik. Endi bu yilda hozir yaxshi kelamiz hammasi. Bitta bo'lmaydi, shunda ham bir ikkita qo'yamiz alohida. Jami o'shanda nechta tepasi 12 setta bo'ladi, 10 setta. 10 bilan endi ikkinchi qavatni hisobga olmasak 12 sotikka borib qoladi. Endi toza yer maydoni 10 sotik qoladi endi. Ha, ikki qavatli hisobiga 10 sotik qoladi. Hisobiga shunga. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda отопленияsi, podachasi, bu yerda tomchilar sug'orishlarigacha qilingan. Kapelnidan suv ichadi. Ana bachov bor. Nechta tonnalik bu bachogimiz? 1 tonnalik bu. 1 tonnalik. Bir sug'organda qancha tonna suv ketadi, aka? 1,5 tonna suv sug'oramiz. 1 tonna dori 1 tonna tayyorlaymizda, berib olib keyin yana orqasidan toza suv bo'lsa, agar toza suvni o'zini berganda to'ldirib ketganda keyin yana shlangani oqizib qo'yamiz. 1,5 tonnalarda bir sug'organda 1,5 tonna suv bilan sug'oramiz. Dorisi qanaqa dori? Endi dori o'zini ozuqalari bor. Ozuqalar. MPKlar. Ozuqalari bilan. Eritib hammasi beriladi. Ha. Cherizgacha kapelnisi orqali hammasiga ozuqasi ildiziga yetib boradi. Ha, shunday. Mana ko'rishingiz mumkin, xudo xolasa mana oralig'imiz, termiz oralig'i 30 sm dan bo'lgan. Oldi shu 50 sm, balandligi 4 metr, ichkisi 380-370 oldida. Arkalarimiz keladigan bo'lsak, ichidagisi 260, tashqarisidagi 1,5 metrga qo'yganmiz arkalarning oralig'i. Yo'llarda havo almashadigan bo'lgan, u yonda maskatli setkalar bilan. Salomat bo'linglar obunachilarimiz. Bugun bir uyda bo'lib qoldim hozir. Bo'lmasa har kuni ertalabdan qorong'igacha ko'chada yuraman-da. Bolgarskiyni 2 kunda bir terib qilasiz. Ha, 2 kunda, 3 kunda bir. Hozir e'tibor bermay qo'ydim. Keliniz o'zi ketadi, o'zi teradi, o'zi olib ketadi meni. Mana shu yerga sotasizmi yo ana quyuliq yangi anaqa futsit? Mana o'zimizni bozorda. Ha, o'zingizni bozorlarga yaqingina. Mahalliy o'zingiz bozorga.